Logo o'yinchoqdan shuncha o'yinchoqlar zakaz qildik. Hozir ikkita paketda raspakovka qilamiz. Keyingi videoda qolganini. Birinchi paketimizda nimalar bor? Birinchi paketimizda mana bunaqa magnitli konstruktor kartasi olishga harakat qildik, chunki bizda bolalarimiz ham ko'p konstruktorlar bilan ishlaymiz, parallelda bu bilan shunaqa zo'r o'yinlar qilsa bo'ladi. Videolarni televizorda chiqadi. Mana bunaqa piramidkani ichiga solinadiganini oldik. Teskarisini o'girib ham qilishingiz mumkin. Bolada bilish jarayonlarini yaxshi rivojlanadi. Logichskiy o'yin. Instagramda istoriyalarida qo'ygan qidiruvli o'yin любой звукlarga o'ynasanglar bo'ladi. Ichida ikkita planshetda еще rasmli kartochkalari bor. Emotsiyali o'yin ikkita. По-моему, 5 в одном вообще o'yini bo'lsa kerak. Kichkina boladan tortib katta bolalargacha o'ynaysiz bo'ladi. Ham ilasiz, ham qarmog'i bor, ham qo'yasiz, bosib chiqasiz. Вообще super o'yin, tavsiya qilaman. Ikkinchi paketimizda bu emotsiyalarni yasatish, zvonochlari bor. Va ranglarga qarab ranglarni o'tsanglar bo'ladi. Emotsiyalarni, kiyimlarini, xullas va shunday o'yinlardan kiradi. Qachon ham xohladim shu включательlarni. Ikkita включатель chiqadi. Ichida logichskiy topshiriqlar, notebooklarga ham differensiatsiyaga ishlatsa bo'ladi. Kubiklar, bizani kubiklarimizni mnogofunksional, har bitta mutaxassisda kubiklar и koptulari bo'lishi shart. Bu следующийsi mamlaqa bizda bilsanglar agar imенно ko'ruv idrokiga senzorniy обогащение uchun masalan spiralli aylanadigan narsa tavsiya qilinadi. Mana shu piramidkani logichskiy mishleniyaga katta bolalarimizga idealni, plus yana differensiatsiyaga ishlatsanglar bo'ladi. Xullas hamma o'yinlardan hali o'yinlar ko'rsatamiz. Kiyimlar tematikasiga bunda logichskiy mishleniyaga ham o'yinlar qilsa bo'ladi va oxirgi o'yinimizda bu paketdagilar yana aniqda 4 ta paket bor. Bizda doktor nabor, bu doktor naborini men ochib ko'rsatmasam bo'lmaydi. Boshqa doktor naborlariga qaraganda bu taxtali narsalar ancha xizmat qiladi. Plus ichida balli krolik ham bor ekan. Ichida mana ko'rishingiz mumkin, vaqtli nabori hammasi taxtadan iborat, o'sha sumkasi bor. O'zingizni haqiqiy doktorga ko'rsatishingiz mumkin. Yosh kunda doktor bo'lmoqchi edim. Ushalmagan orzularim endi o'yinchoq bilan ushlaytiramiz.